Assalomu alaykum aka-ukalar. Mana bu 25 metrli molxonamizda bunaqasi mana o'sha 25 metr. Buni qo'yxona qilish jarayoni. Qachondir kattaroq bir mol boqqingiz kelib qolsa, yana molxona qilib olish mumkin. Buni shuni hisobini rosa oldik maslahatlashib. Birinchisi mana bu narsani qo'yga mosladik. Beydan qo'y o'tib ketib qolaverdi buni orasidan. Shunga mana buni qo'yib chiqdik. Haligi qo'ylar bir-birini aqa-baqa suravermas ekan bunda. Ovqat yetganda. Shunga buni qo'ydi. Buni mana bu yerdan simini beylab qo'yganmiz. Bir yerdan ilib ham qo'ydi sivarkamini hali rosmana bitgan yo'q. Shu haligi bitmetr ko'rsatsak, odamlarga tushunarliroq bo'ladi. Bu keyin buni olib tashlasa ham bo'laveradi. Qachondir olib tashlaydi, yana mol boqilaveradi. Endi mana buni ichini chuqurni to'ldirib chiqdik. Endi buni to'ldirishni ham qanday to'ldirdik? Buni shunday semen quyib qo'ysak, ertaga buni ko'chirish muammo bo'ladi-da. Ko'chirib bo'lmaydi, ular qiyinchilik bo'ladi. Shunga biz hop mana bu yerda ko'rsataman sizlarga. Mana g'isht terib chiqdik. O'sha o'zimizda shu eski tuski g'ishtlardan qo'yib chiqdik. Ichiga qum soldik. Shu to'bi qachondir sekin yana ko'chirib olsa bo'laveradi. Yana mol boqilaveradi. Endi mana mollarda kasal ko'payganiga qo'y boqqimiz keldi xullas. Mana bag'ga semen quyib qo'ydik ustiga, shu to'bi haliga qum ovqat yetganda ovqatga aralashib ketmasligi uchun semen quyib qo'ydik. Ozgina quydik. Qachondir xullas ko'chirib tashlasa bo'laveradigan holat. Yana chuqur qilib qo'ysa bo'laveradi. Keyin bu yerda yana bitta muammo, mana bu qo'yni naqasi yetmas ekanda bu yerda. Bo'yi. Bu yerga bunday taxta qo'ydik. Buni endi taxtani olib tashlaymiz. Moslab qo'ydi, yegizib ko'rdik-da. Qanday qilsa, qanchalik bari tepali bo'lsa, shu qiynalmay ovqat yeydi. Mana shu baravarda xullas, mayli taxta qo'yib qo'ysalar ham hali bo'laverar ekan, yeyaverar ekan, qiynalmas ekan. Endi buni biz salib tayyor bo'lgan yo'q, buni chiroyli qilib o'rnatamiz-da. Bularni keyin mana bu yerda qo'ra qilamiz. Endi shu to'p mana bu yerdan har bitta mana shunaqani orasidan bittadan to'sib chiqamiz. Mana shu yerdan bittasiga qo'ra bo'ladi. Mana bu yerda endi o'sha oxirigacha sekin davom etkazyapmiz. Endi mana yerda yana bitta o'sha qiynalgan joyda mana bu chekkasidan sal urib chiqdik. Hop 50lik qildi-da, molni o'sqimoslangan-da bu. Hop shunaqa endi qisqasi uni sal ingichilashtirib qo'ydik. Endi yana buni sal pardozini beramiz. Novosqa bo'ladigan bo'lsa, keyin beytiga uzunasiga haligi berib beramiz. Ugolohmi, xullas bir qandaydir bir narsa qo'yamiz agar molga moslaydigan paytimiz kelsa. Hozircha qo'yga bo'laverar ekan. Mana shu jiyanimiz shuni abering dedi. Shu sizlarga bir manfaat bo'lib qolsin deb shu videoda qildik. Bu jiyanimizga tilak bosib qo'ysa xursand bo'lib qoladi. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, aka-ukalar, mana bu yerda yana bitta narsani ko'rsatib qo'yay sizlarga. Mana bu molni siydigi oqadigan yerda to'ldirib chiqdik. Bu yerga g'isht terib qo'ya qoldik. Kechasi yurganda bir qandaydir halik bo'lmasin debda. Buni ichiga hech narsa qum solmadik. Siydigi bu bunaqani ukuloni yaxshi-da. Ukuloni yaxshi. Siydiga yurayapti pastga qarab. Shunga g'isht terib qo'ya qoldik. Orasi ochiq. Qandaydir paqirda suv to'kilib ketib qolsa ham, bir narsa bo'lsa ham, mana bu naqani haligisi pastga ketganda oqib tushib ketaveradi. Shu. Endi buni xudo xolasa bitgandan keyin ham sizlarga chiroyli qilib tashab qo'yamiz. Bu endi hozir xato kamchiliklar bo'lsa uzr. Biz qo'ldan kelgancha sizlarga ilindik. Kimgadir bir manfaat bo'lib qolgan bo'lsa, biz xursandmiz. Mana bu bizni jiyanda bu unaqasi ekan.
Agar manfaatli bo'lsa bir like bosib qo'yasizlar, xursand bo'ladi jiyanimiz. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolsa bitgandan keyin inshaalloh yana bir sizlarga video qilamiz.